PowerPointda rasmni qanday slaydga qo'shiladi? Ushbu amallarni bilish uchun biz bilan birgalikda qaytaring. Rasmga qo'yiladigan slaydni tanlang. Chap tomondagi slayd ro'yxatini rasm qo'shmoqchi bo'lgan slaydingiz ustiga bosing. Insert, ya'ni qo'shish menyusini oching. Yuqorida menyudan Insert qo'shish bo'limini tanlang. Undan keyin Pictures tugmasini tanlang. So'ng This device, ya'ni ushbu qurilmadan, kompyuteringizdan rasm yuklash uchun tanlang. Agar sizda rasmingiz onlayn, ya'ni link orqali bo'ladigan bo'lsa, Online Pictures, ya'ni onlayn rasmlar, internetdan rasm qidirib qo'shish uchun ba'zi versiyalarda bu narsa ham mavjud. Kerakli rasmni tanlang, fayl ochish oynasi chiqadi, kompyuteringizdan rasmingizni topib, uni belgilang. Insert rasm slaydga joylashadi va uni sichqoncha bilan surib joylashtirishingiz, kattalashtirishingiz yoki kichiklashtirishingiz mumkin.